meni kuzatib turgan barcha aka opa-singillarim, Qozog'istonlikmi, mayli O'zbekistonlikmi, muhimi musulmon bo'lib Alloh to'yini ko'raman degan odamlar bo'lsa, yuragida, qalbida Alloh to'yiga bormoqchi bo'lsa, lekin imkoniyatda sharoiti to'g'ri kelmayotganlar bo'lsa, video qilib joylaysizlar, challenge. Men o'sha videoni ko'raman, обязательно sizga aloqaga chiqaman. Mana o aka bilan bugun telefonlashib, pasportlaringizni olib, umraga, sayohatga biletlaringizni, yotoqlaringizni, kelib ketishlaringizni, polni hamma yog'ini o'zim chiroyli boshdan oxirigacha qilaman. Ta'minlayman. Kimda ota-onasinimi, o'zinimi borgisi kelsa, bir dona video joylasin, meni atmetga qilsin. Sardor, men shunday sharoitdaman. Eshitdim og'zingizdan. Umraga 2 kishini jo'natayotgan ekansiz. Bormoqchiman, imkoniyatim yo'q. Bo'ldi, bir dona video. Kimga nasib qilgan bo'lsa. Meni otam, meni onam, buvim, ukam, oila a'zolarim hammasi Xudoga shukr hoji. Allohga shukr, meni yaqinlarim hammasi hoji. Sizni ham ota-onangiz hoji bo'lsin. Sizni ham yaqinlaringiz hoji bo'lsin. Allohning uyiga borish juda ham zo'r. Kimni nasibi bo'lsa, kimnidir rizqi bo'lsa, mana shu akadan sizlar uchun bitta iltimos qilib umraga jo'natamiz. Ertaga bitta borgan payti bizani duo qilib qo'ysalar, nasib bo'lsa Xudo xolasa, akka borgandan keyin ham biz ta'minotini to'xtatmaymiz. Qo'chqorlar suyishigacha, o'sha yerda chiroyli umra amallarini bajarishigacha meni o'zim ta'minlayman. Yordam qilaman. O'zim ham qarab turmayman. Hammasini akaga taylab qo'ymayman. Primoy efirda o'zim yordam qilaman. Qanday fikr, zo'rmi? Yaxshi fikrmi? Hisob. Xudo xolasa niyat qildingmi, yaxshi insonga ato qilsin. O'sha umra amallarini bajarsin, bizani butun umr duo qilayotgan insonga Xudo xolasa nasib aylasin. Faqat videolarda keyinroq tarqatinglar, chunki ana shunday insonlargacha yetib borsin. Bir dona zapisni profilingizga joylab qo'ying, o'sha insonlar ko'rib, menga video bilan chiqsin. Men chunki hammani lechkasiga qara olmayman, lechka juda ko'p odam yozadi. Video bilan chiqsa ko'rishim mumkin. Xudo xolasa. Mana akamni o'zi ham shaqda. Men o'zim ham qarab turmayman. Men o'zim ham poddashka qilaman. Akamga ham poddashka qilaman. Borayotgan odamga ham poddashka qilaman. Chiroyligina duo qilib, necha kun biz umra amalini qilib, gastisalarda, yotoqlarda, oziq-ovqatda qiynalmasdan chiroyligina ketadi. Men bittada bilaman odamni gaplashib ko'rganda. Bu bratan, krasavchik bratan. Bu brat aldamaydi, bu brat zo'r brat. Men gaplashib ko'rgandan sezaman. Endi gaplashsa bo'ladi, endi svobodnimiz. Multik deb yedinglar odamni. Gaplashmadir, nima qilay? Yalinmayman-ku, o'g'o.